Assalomu alaykum Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, Arashandi muxlislari, obunachilar, qo'chqorlar, bugun gigantlari, bahaybatlari kelgan. Videoni boshida bitta tirsillatib like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz akalar, hali ham tez obuna bo'lib qo'yinglar. Biz mana bundaqa Arashandi oppoq yuzli kastiyaklar, udarlarini chiqarganimizda o'tkazib birinchilardan biri sizga yetib boradi inshaalloh. Obunachilar, bugun hafta kuniga yakshanba, hammaga dam olish kuni maroqli bo'lishini tilab qolamiz. Xo'p, chislamiz nechi bugun? 12-iyul 2026-yil. Akalar, maktabda o'qimaganmiz, chislani ham yaxshi bilmaymiz. Obunachilar, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'ron qishlog'idan video syomkamizni olib boryapmiz. Telefonda oldiga yaxshilab joylashib, videoni tomosha qiling. Unday bo'lsa biz mana bu qo'chqorimizni ma'lumotini berishdan oldin kim chiqaryapti bunaqa qo'chqor gigantlarni desalar, akalar, o'sha biz arzonchi ukamiz Dilmurod qaytdilar. Dilmurod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Fozil aka. Va alaykum assalom. Kiyimsiz. Obunachilar. Bu bahaybatini qaydan olib keldingiz, Dilmurod? To'rlari keldi bugun arzon aka. To'shi mashinadan ko'rinib turibdi, oldiga 1 metr otilib chiqib turibdi. To'rlari ham tozasidan keldi bugun. Obunachilar, unday bo'lsa qo'chqorimizni ma'lumotini berishni boshlaymiz. Yosh oyligi qanaqa Dilmurodjon buni? 4 tishdan 6 tishga harakati bor mana. 4 tishdan 6 tishga. Bo'ldi, ko'rinadi. Oldini kengliklari mana akalar. Mana bu kastiyaklar qaranglar, Novvos kastiyagiga o'xshaydimi? Mashalloh. Mana. Qo'chqorda ham dumbasi akalar, mana bunaqa moshni razrezi dakansa variantdan. Dumba razrezi qaranglar, haqiqatan moshni ekan. Beli akalar, qo'chqorning belini qaranglar mana. Xullas bahaybat narsa akalar. O'ta mo'shnisi. Bo'y bastlarini hozir o'lchab ko'rsatamiz. Turishni qaranglar, stoykapdan like bosib qo'yinglar obunachilar. Obunachilar, bo'y bastlarini o'lchab ko'rsatamiz. Qo'ying metrda. Qaranglar, to'g'ri oyog'ini oldiga qo'y. Mana akalar, metrimiz yerdan bukilmaydi, bukilgan joyi yo'q. Mana shu metrga ko'ringaniga savdo qilasa, mana bunaqa qo'chqorni bugun gigantlari kelgan. Balandligi, uzunligi ham bitta qo'yaylikchi. Qo'ying yelkasiga. Mana obunachilar, yelkasidan uzunligi mana akalar, qo'chqor kvadrat variantidan, o'ta mo'shnisidan. Mana shunaqa bahaybatlarini, razrez udorlarini qidirgan, so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz. Dilmurodjon, buni asosiy narxida, buni har qancha maqtaganimiz bilan narxi zo'r bo'lsa, obunachilar shoshilmash kelishaveradigan, telefon qilishaveradigan varianti. Obzon aka, buni $1300 deb beraman buni. $1300. 1300. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab, ha? Ha. Obunachilar, mana bu qo'chqorimiz umumiy ko'rinishi uzoqdan. Turishni qaranglar. $1300, ha, inshaalloh. Telefon qilasizlar, videoni tagida nomerni qoldiramiz. Chiroyli qilib telefon qilib, Dilmurodjon bitan like tirsillatib qo'yib telefon qilyapman sizga degan obunachilarimizga xayri qanaqa bo'ladi, Dilmurod? Xayr, $50 xayri qilib beramiz. Har doimgidek, ha? Obunachilar, $50 xayrini hozir videoda aytdilar, telefon qilasizlar, yana ishlaringni bitiradilar xayrini qilib inshaalloh. Unday bo'lsa, ikkinchisini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Obunachilar, ikkinchi partiyasiga mana bundaqa stoykasi moshni, bo'yni jirafa bo'yinga o'xshaganini akalar, qo'chqorda gibridi. Oldingi gibridimizni ola olmay qolgan akalarimizga mana buni yoshini tavsiya qilamiz. Uzunligini ko'ryapsizlar qo'chqorni, mana bu umumiy ko'rinishi uzoqdan. Yuzlari mana bundaqa tiniq garbonozlar o'ta kelishgan akalar, mana garbonozni qaranglar. Quloqlar, quloq joylashuvlar, obunachilar, mana bu oldi tagini oqligi akalar. To'shni qaranglar, to'shni mana bu qarang, to'shni. Oldiga otilib chiqqan variant. Kastiyaklar akalar mana. Moshni, 4 oyoq, stakan tuyoq variantidan obunachilar. Qo'chqorimizni kallasi mana bunday oppoq yuzli garbonoz Arashanga tortadi akalar. Dumbasi afg'onga tortadi, mana dumbasi akalar. Bu gibridda Obzon aka bu. Gibrid, ha? Gibrid bu. Buni Arasham bilan afg'on chatishmasi bu. ha, seleksiyachi akalarimizdan chiqqan inshaalloh bu. Biz to'shni bilmaymiz, lekin seleksiyachi akalar mana shunaqa qilib chatishtirib gibrid qilishyapti hozir. Obunachilar, buni ham ma'lumotini berishni boshladik. Yosh oyligi qanaqa Dilmurod buni? 2 tishga o'tdi bu. 2 tish qo'chqormi? Qani? Qo'zidan chiqdi bu. Bo'ldi, ko'rindi. 2 tish qo'chqor obunachilar, ha, to'ldirmabdi ham 2 tishga. 2 tish qo'chqorimiz akalar. Mana mashalloh, qo'chqorni qaranglar turishini. Quloqni qaranglar. Bo'ldi. Bo'y bastlarini o'lchab ko'rsataylikchi.
Sal tortib oling metr. Ha, shunday bo'ldi. Mana obunachilar metrimiz yerdan balandlik akalar mana ikkitish qo'chqor nima deyapti? 90 qayda qolib ketyapti. Mana shu metrga ko'ringaniga savdo qilasizlar akalar. Mana uzunligi mana obunachilar uzunligi. Uzunligi uzun lekin. Mana shu metrga ko'ringaniga savdo qilaverasizlar. Qo'chqor ideal holatda akalar. Mana qaranglar turishini. Mana akalar umumiy ko'rinish qo'chqor. Dilmurodjon buni asosiy narxida. Narxiga buni 1150 qilib beraman bo'pti. 1150. Ha. 1100 ekan, baribir 50 dollar o'tib berasiz hozir. Dilmurodjon, obuna bo'lmaganim hozir ko'rib qol, ishqoz bo'lib obuna bo'ldim deganlarga 50 dollar hayron qilib berasiz. 1100. 1100 ga ketaveradi. Telefon qilishsa yana hayron qilib ishni bitirasiz. Obunachilar shoshilib aloqaga chiqadigan joyi. Mashalloh, turishni qaranglar. Unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Obunachilar 3-partiyasiga qo'chqorni mana bundaqa qora marvaratidan qidirgan akalarimizga toppa toza qora marvaratidan tim qorasidan keldi akalar. Kallani qaranglar. Quloqda vertolyot qilib turishini qaranglar buni. Oldi to'shlari akalar mana. Oldiga bo'rtib chiqqan variantidan kassiyaglar. Hisorini tozasini qidirgan akalarimizga mana akalar qo'chqor simjun variantidan shashti o'ta baland, uni qarang. Mashalloh. Shashtini qaranglar, Dilmurodni ham sudrab ketaman deyapti. Obunachilar mana simjun variantda mana simjun. Sizlarga simjunni ko'rsataman deb qo'chqorni cho'chitib beryapman akalar. Mana qo'chqorimiz ideal holatda turishni qaranglar. Bo'yin ham jirafa bo'yin, mana 4 ta oyoq, stakan tuyoq. Dumba razrezlari ham akalar moshni. Shashtini qaranglar balandligini. Mana akalar dumba razrezi mana. Qo'chqorimizni mana bunday idealini qidirganlarga orqa oyoq kengliklari akalar. Xullas o'ta mo'shnisidan. Dilmurodjon ma'lumotini berishni boshladik buni. Yosh oyligi qanaqa Dilmurod? Yangi 4 ga o'tibdi mana. 4 ga yangi o'tgan variantidan. To'ldirmabdi hali buni. Ko'rinadi bo'ldi, ko'rinib turibdi. To'ldirmabdi. Bo'y bastlarini ham o'lchasak, ha? Mana akalar belni qaranglar, belni, mashalloh. Qani, aylantirib oling metrni. Mana akalar metrimiz yerdan sal oyog'ini tagiga tort. Bo'ldi. Balandligi mana. Ko'rinyapti akalar, mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Uzunligiga ham bitta qo'yaylikchi. Uzunligi mana bo'ldi. Mana akalar yelkasidan mana uzunligi uzun ekan lekin 95 pilis deyapti. 95 ta. Obunachilar mana qo'chqor o'ta mo'shnisidan akalar. Dilmurodjon buni narxi qanaqa bo'ladi obunachilarimizga? Buni 1200 qilib beraman buni. 1200 dollar. 1200 dollar. Xayri bor. Telefon qilib Dilmurodjon, mana shunaqa sizni hisoringiz bor ekan, zo'ridan degan akalarimizga xayri qanaqa bo'ladi Dilmurod? 50 dollar o'tib beraman. 50 dollar har doimgida, ha? Har doimgida 50 dollar. Telefon qilishsa va ishlarni bitirasiz yana. Bitiramiz, ha. Telefon qilsa o'zi ish bitmay qolmaydi. Akalar, shoshilib aloqaga chiqadigan joyi. Mashalloh, keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar, so'nggi partiyasiga qo'chqordi mana bundaqa garbonozi o'ta dahshatidan. Quloqlari 20 pilus akalar. Mana bunaqa kastiyalar, moshni, bo'yni uzun. Mana akalar qo'chqordi umumiy ko'rinish, turishni qaranglar, turishdi. Mashalloh. Dilmurodjon, bu qo'chqorni qaydan olib keldingiz? Uncha kiyikka o'xshaydi ya janovar. Garbonozlar o'ta kelishgan ekan, garbonozlar. Quloq o'lchangana 20 pilusmi? 20 pilis, ha, o'lchangan. Akalar, yana o'lchab beraveramiz. Telefon qilasizlar, video qilib adden Telegramga tashlab beramiz. Yosh oyligi qanaqa buni? Janovar bu ham yangi kichikka chiqarib mana akalar, ikkitishga endi chiqardi. Endi chiqardi ikkitishga. Oldi to'shlari akalar, buni to'shi, tumorlarni qarang janovar. Ikkitishligi, garbonozi. Bitta tema mana bu akalar sirg'alari bilan addenni temada mashalloh turishni qaranglar. Qo'chqorimiz yangi ikkitishga chiqargan o'ta mo'shnisidan. Bo'y bastlarini o'lchab ko'rsataylikchi. Bo'y bastlari akalar mana yerdan balandligi mana. Mana shu metrga ko'ringaniga savdo qilaverasizlar akalar mana. Bo'ldi. Mana yerdan. Uzunligi ham bo'ldi. Uzunligiga ham qo'yib yuboraylik. Ko'rindi. Bo'ldi, metrni menga beraver. Obunachilar, mana yelkasidan mana uzunligi. Qo'chqorimiz kvadrat akalar. Dumbalari ham mana bunaqa bichilmaydigan variantdan. Bitta aylantiringchi.
Ana akalar dumbalar. Bitilmaydigan varianti orqa oyoq kengligi. Qo'chqor o'ta moshni stoykasiga akalar bitta like tirsilatadigan qaranglar. Dilmurod buni narxida asosiy uka oxirisini qulay qilib chotka qilib qo'yib bering obunachilar. Rahmat devorsin. Hozir aka buni 10 millionga xayr qilib beraman. 10 millionga. 10 million. Xayri ham bor. Xayri ham bor. Akalar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Bu so'nggi partiyasi inshaalloh mana shunaqa go'zallarni chiqarganimiz birinchilardan bo'lib ko'rishlik uchun obuna bo'lmagan bo'lsangiz hali ham aka obuna bo'lib qo'ying. Unday bo'lsa biz bugungi video syomkamizni yakunladik. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.